Buni qarang do'stim. Mana Gentra 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Haqiqatan ham mashinalarning narxini yakson qilyapmiz. Chunki $6000 ham pastga tushirib qo'ydim. Gentra 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Motor, korobka, hadovoy hammasi zo'r ekan. Metan gaz ham qo'yilgan 4-pokoleniya. Endi bitta motorni ko'rsatamiz. Qani edi bu yaramasdiki. Mana motor qarang 4-pokoleniya propan gaz. Motor umuman 1 gram mo'y yemaydi. Bitta yuvdiraverasizlar. Amerikanka fara. 4-pokoleniya metan gaz holati zo'r. Kraskasi bor ekan, lekin 3-paysi diskga qo'yilgan. Bu mexanika 1-paysi, unda konditsioner ham bor. ABS ham bor. Endi salonni ko'rsatay. Ko'p gapirmasdan mana sizlarga ko'rsatay, chunki narxini yakson qildik. Kelgan payti 6,5 mingga qo'yib bering dedilar. Mashina sotsialistni ko'zdan kechirib chiqqandan keyin, yo'q, bunaqa narxga qo'ymayman deb turib, buni narxini yakson qildik. Narxini qanchaga tushirdi o'ylaysiz? Narxini $5750 ga tushirdim, yana savdosi bor. Bormi shunaqa? 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra $5750 ga. Faqatgina Koreyda o'zida bo'la. Siz kuzating, obuna bo'ling. Arzon mashinalar faqat bizda. Endi orqasini ham ko'rsatamiz, buni qarang. 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Uka, olgan odam usta yurmaydimi? Hadovoy, motor, korobkalari qanday desam agar, aka shuni olasiz, taksichasi ham bor. O'zimni mahallam mashina. O'zi bitta kommentariyaga yozib ketgan ekan. Mahallangizda ham mashina qolmadi. Haqiqatan ham qo'ygan, hamma mashina sotyapmiz, yakson qilyapmiz uni. Metan gaz. Kalkulyatsiyalar ham bor ekan, agar so'rasangiz, mosh bonusiga beraveradi. Yomon emas-da, Gentrada bu. Hozirgi kunda Lassetti'ni 2010-yilda ishlab chiqarilganini, Gentra qilinganlarini ham shu narx aytib o'tiribdi, lekin buni yili 2015-yil $5750 yana savdosi bu. Siz o'ylamasdan hozir baraka qilavering, chunki motori zo'r, mo'y yemaydi, hadovoy zo'r, korobka zo'r. Nomer telefonlar pastda bo'la. Like bosishga arziydimi? Narx. Like bosing bo'lmasa. Sog' bo'lingizlar. Salom.